Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Foyda TV kanali. Xo'p do'stlar, bugun sizlar bilan qanday qilib axborot o'chirishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi masalan postlarimizni tekshiramiz. Tagida statistika bilan pechat publikatsiya degan asos beradi. Professional panel bosamiz panelga va tepadan nastroykani bosib olamiz. Xo'p, sal qolishlar bo'ldi men telefonimda. Endi kechirasizlar. O'z kiradi. Kirdi va kirgandan keyin hop qizilda ko'rsatib turaman. Включение tip account degan tugma bosasizlar va переключение на личный блок tugmasini bosasizlar. Va qizilda переключение на запятый account degan yozuv chiqadi. Bosasiz va tisha kutasiz. Kutganingizdan keyin aylanayotgan to'xtaydi va to'xtab mana vibrasiya na lishni akkauntga o'tdi va chiqasiz, bitta prezentatsiya berasiz. Ko'rishingiz mumkin mana akkauntlarda axborot o'tdi. Do'stlar, albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Shunaqa sifatli videolar chiqishi uchun obuna bo'lib ketishni unutmang. Hammangizga rahmat.